Voy, mana bu qaynonani ahvolini qaranglar. Bunaqa qaynonani boridan yo'q yaxshi. Baraka topgur. Kelinam birovni bolasi. Nima qilasan zulm o'tkazib? Voy, bechora kelin. Shirinligini qaragin bu kelinni. Yeb qo'ying keladi. Kinoni ham ko'rgim kelmay qoldi shu joyda. Kelin! Ha, kelin! Kelin! Oyjon, tez keldim-ku. Namicha bitta chaqirganda kelmaysiz? Onangiz sizni imillab chiqqanmi? Ko'zlaringizga qo'limni tiqib olaymi hozir? Unaqa demang, oyjon. Bekzod! Bekzod, qattasan? Xotiningga qara. Choy damlab bergin deb chaqirsam, sekin keldi. Menga ko'zini loq qildi. Ajrataman, sizni yo'q qilaman, tushundingizmi? Oyjon, nega meni qiynaverasiz? Hali qizlaringizdan qaytadi. Mani qizim yo'q-ku. Shunaqa ekan, menga hech kimdan qaytmaydi. Yo'qoning ko'zimdan. Millar dasturining murojaatlarni qabul qiluvchi Telegram kanaliga qaynona kelin mojarolari to'g'risidagi juda ham ko'p murojaatlar kelib tushmoqda. Biz ularning shaxsiy hayotlariga kirib bora olmaymiz, lekin mutaxassislardan ular uchun maxsus tavsiyalarni oldik. Xo'sh, keliniga kun bermayotgan qaynonalarga psixologlar, mutaxassislar qanday tavsiyalarni beradi? Odatda o'zlari baxtsiz bo'lgan, qaynonasi bilan munosabati yaxshi bo'lmagan va hattoki turmush o'rtog'i bilan munosabati yaxshi bo'lmagan qaynonalar ham kelinlarni yashashiga qo'ymaydi. Shu kelin hozir kelishi bilan javobini oladi. Qachonki qaynona kelinni tinch qo'yib o'zi bilan band bo'lsa, o'zini hayoti bilan, o'zini ishlari bilan, o'zini rivoji bilan yoshiga qaramasdan, o'zini dunyosi bilan band bo'lsa, kelinlar ham baxtli bo'la oladi. Yetimlar kamayadi. Oila tinch bo'ladi. Mana shunaqa qaynonalar o'ziga diqqatini qaratsin, eri bilan munosabatini yaxshilasin, salomatligiga qarasin, dugonalari bilan uchrashsin, go'zallik salonlariga borsin, vaqt ajratsin o'zlariga va kelinlarni yashashiga qo'yish kerak. Qaynonasidan ko'plab ta'na dashnomlar eshitayotgan kelin-poshalarga mutaxassislarimiz qanday tavsiyalar beradi? Kelinlarga tavsiyam, qaynonani har bitta gapirgan gapini birinchidan yuragiga olmaslik kerak. Keragini olib, to'g'ri xulosasini chiqarib, o'zini bittada aytganini qilishni o'rganish kerak. O'zini unutmasligi, o'zini qiziqishlariga, o'zini xohish istaklariga va rivojiga vaqt ajratish shart. Qaynona kelin munosabatlarini yaxshilashga bag'ishlangan ko'plab teledasturlarimiz bor. Undan tashqari filmlar ham aynan mana shu mavzuga ko'proq e'tibor qaratadi. Lekin ko'plab qaynonajonlar, kelinlar bundan yaxshigina xulosa chiqarishning o'rniga aksariyat holatlarni bizga namoyish etmoqda. Yerim yaxshi ko'radi, boshiga chiqib oluvdingiz. Maqsadimiz har bir oila tinch bo'lsin, qaynona kelinlarning orasidagi munosabatlar hech qachon yomonlashmasin. Millar dasturi bu mavzuga yana qaytadi.